Afrikans universiteti eng zo'ri. Salom azizlar, omonmisiz, bormisiz? Ko'rib turganingiz Dildan suhbat loyihasi. Biz poytaxtimizdagi 240-umumta'lim maktabiga tashrif buyurganmiz. Shu kunlarda kimni ko'proq sog'indingiz? Uydagilarni, onamni. Sizga bir shunday imkoniyat yaratib beramiz. Onangizga telefon qilib, yaxshi ko'rishligingizni aytib o'ting. Men sizni yaxshi ko'raman. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib. Men sizni yaxshi ko'raman, ona. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib. Yaxshimisiz? Omonmisiz? rahmat. Kayfiyatlar qanday? A'lo darajada. Baholar qanday? 9-8 bor. Keling, bir sizga shunday imkoniyat yaratib beramiz. Onajoningizga telefon qilib, yaxshi ko'rishligingizni aytib o'tasiz. Adam, men sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam. Sizlarga bir savol beraman. Onajoningizni yaxshi ko'rishligingizni har safar aytib turasizmi? Men sizni qattiq yaxshi ko'raman. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib. Qaysi fanni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Matematika. Matematika. Kelajakda qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Tushunarli. Sizga bir savol bilan yuzlanaman. Onajoningizni tez yaxshi ko'rishligingizni aytib o'tasizmi? Keling, bir sizga shunday imkoniyat yaratib beramiz. Ularga telefon qilib, yaxshi ko'rishligingizni aytib o'tasiz. Onam sizni yaxshi ko'raman. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib. Opajoningizga telefon qilib, ularni yaxshi ko'rishligingizni aytib o'ting. Opangizni telefon qilib, yaxshi ko'rishligingizni aytib o'ting. Opamga telefon qilyapman. Albatta. Opajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Opajonim dardlashgani keling bir kecha. Aziz kuzatuvchilar, biz poytaxtimizdagi 240-umumta'lim maktabida bo'ldik. Guvohi bo'lganingizdek, ustozlar, bolajonlar o'z ota-onalariga yaxshi ko'rishliklarini aytib o'tdilar. Biz va sizni yaxshi ko'ramiz. Siz ham onajoningizga yaxshi ko'rishligingizni aytib turing. Keyingi sonlarimizni qayerda olishimizni istaysiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring azizlar. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib.